Assalomu alaykum hammaga. BYD Yonap gibrid. Hamma kutdi va gibridda chiqdi. Gibridda bo'lsa olaman deb yuribdingizlar. Rasm yotibdi, rasm tushirsin. Ketamiz sekin. Elektrik zatifladigan joyi. O'zgarishlar joylari oldi o'zgargan. Hamma joylari. Adaptivniy plus kontrol, datchik sveti, datchiklarga qo'shilgan. Diska 17-razmer. Diska 17-razmer, 215 60 R17. NFC kartasi bor. 360 gaz kamera bor, beskochoy dostup bor. Benzabak bor, benzabak mana. Elektropривод. Быстрый беспроводной зарядка, скорость ham yonga o'tgan. Uxlab qolganingizda, charchab ketayotganingizda adaptivniy ko'rsatgan bo'lib, ko'z ketib qolsa mana bu turg'izib oladi, vibratsiya beradi. Tokda yuradigan rejim. Tokda yuradigan rejim, benzinda yuradigan rejim, sport eko rejimlari. Даже mana odamlarni ko'rsatyapti. Odamlarni, yurigan odamlarni. Hi BYD. Hozircha ishlamasa kerak. Ruskiy голосовой. Men xudo xolasa keldingiz ishlashga. Abdufobograf men bunda ko'rmadim. Abdufobograf. Xudo xolasa bundan keyingi paysalari qo'shilsa kerak. Abograf пока что yo'q. Orqasida yengillik Type-C qo'shilgan. Type Sport qo'shilgan, deflektor qo'shilgan. Elektrosida yo'q. Ochki qo'yadigan joy zo'r. Mana bu sidenasi eskisida men ko'tarib bo'lmas edi. Shuni turardi. Buni ko'tarib tushirsa bo'ladi. Qo'lda ochilib yopilishi. Batareyasiga 8 yil garantiya, elektronika motorlariga 6 yil 150 ming kilometr. Puliga zo'r mashina. Hozirda O'zbekistonda ancha mashinani puliga qaraganda buni o'zini tutishi, yaxshiligi, hozir O'zbekistonda Cobalt'dan keyin ko'p sotilayotgan mashina mana bo'ladi. Mana xarakteristikalari 7,5 soniya 100 ga, 360 kamera bor. Mashinadan tok chiqarsangiz bo'ladi. 5 litr расход 100 ga, 90 km tok deyapti. 1000 km benzinda bossangiz bo'ladi. Panorama 360 gaz kamera hamma narsasi bor. Bыстрый зарядка. Sos knopkasi qo'shilgan. Pardasini yopilishi. Razmistrik motorni ko'rsataman. Ko'pchilik motor yo'q. Elektromobil o'tdi. Mana motor. 5 atmosferniy.